Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Şinjan Xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Biluqut sherkisida ovoziga ilinib, Biluqut to'rida anlatildi. Qadrdon aeroplandan tushganda Abbos Bujang, Xayrgul muallim, ochisi Gulnurla uni taniyolmay qoldi. Chunki u tunug'siz holda bir terib bir so'ngach bo'lib qolgan edi. Ular quchoqlashib yig'izori qilishdi. Ondan Abbos Bujangning mashinasida shaharga qaytishdi. Oilada o'zgarishlar xeyli ko'p edi. Ochisi Gulnur ham uning eri Sobit ikkisila doktor bo'lib, Noillik doktorxonada ishlaydi ekan. Ularning tunji qizi 5 yoshlarga kirib qopti. Enisi Abdurahmon bo'lsa, Beijing Jamoat xavfsizlik universitetini bitirib, hozir Jamoat xavfsizlik nazorati jinoiy ishlar boshqarmasida ishlab yotibdi. Dadasi Abbos Bujang bilan onasi Xayrgul pensiyaga chiqish iltimosini rahbarlik sunibdi. Ishqilib, ular nima degan bilan xotirjam yashab yotibdi. Qadrdon uyga kelib, tunji qatim uy tomoqiga eg'iz tekkanda, o'zini to'limi yenik va xo'shal his qildi. O ertasidan boshlab al og'ayni, yaqin yo'ruq tuqqanlarni ta'tiladi. Angacha to'yin qilgan motosikletlarni yetib keldi. Qadrdon 3 motosikletning har birini 4-5 mingdan foydasiz setiverdi. Ammo 17 ming so'mlik Yamahani o'zi uchun ep qoldi. Necha kundan beri eg'iz etishga petinamagan Xayrgul atiganlik choy ichib yetib, ayminibgina so'radi. Biluqut xazinalar. Yolqi meriz ishni tashlab mı? Ay ana. Şu ishni yodimga solmasangiz, yegan tomoqimiz tenimizga singmanda. Sho'nglashqimga necha yerdan beri kam degan. Qadrdon choyni ichmay chiqib ketdi. Abbos bilan Xayrgul bir-biriga qarashib qoldi. O'g'lining bundoq ochiqlab qilishidan o'zining bezor ekanligini bilgan ota-ona uning yanada tashlayolmaganligini jazmlashtirdi. Hozir Abbos bilan Xayrgulning chiroyidan ashu bir yildagidek bizni qarzga yana bo'g'oy tarmo degan ansizlik chiqib turadi. Ay, mazlum, dedi Abbos ig'ir tinib. Pulga yarıg'idek narsalarni tonish bilishlarni uylarga olib yetinglar. Hozirgi buning yanada boto sotgan 40-45 ming so'm pul bor. O pul 2 oy ichida tugasa, o'choqda uyimizda bir g'olzir paydo bo'ladi. Hozirdan boshlab shirkat boshliqlari, savdogar og'inlari, yaqin yo'ruq urug' tuqqanlarga qarz bermaslikni topolmasak, keyin ulgurolmaymiz. Xayrgulning chiroyi birdaniga sarg'ayib ketgan edi. Sizlar, men, Gulnur, kuyovimiz, Sobitjonlar ertadan boshlab ishdan tushiblar o'yinga kirayli. Agar bu ishimizni qadrdon uqib qolsa, Abbos 2 tayin bo'lib qolgan edi. O bizden özür kesip telep kesitçi. Qarzga bo'g'ilib, tanlik qolganman bu yaxshidi. Qarzdorlik zulmi o'tib ketgan Xayrgulning irodasi chin edi. Xamchaqlimisizlar? Endi tutundiki, xon eriqdiki, ayirzirim yo'ldagi uy joylar yo'q. Bu qatim qarzga bo'g'ilib qolsak, doğru ishib qaytib olsak, yoki esilib yurmasak bo'ladi shu. Ay, Darixo. Bundoq bolaning baridan yo'q yaxshiga. Abbos beshini uzungacha chayqab o'ltirdi. Odam dakki-dakki yashab, turmushning hech xo'rlig'ini ko'rmaydi ekan. Shu kuni Abbos bilan Xayrgul ishga chiqib ketgandan keyin qadrdon uyga paydo bo'ldi. O her kuni ota-onasi ishga ketgandan keyin uyga keladi. Hujrasiga kirib, do'kon qurib, pal-pal naychilarni ishga soladi.
Ondan derize eshiklarni ichib etib, yana sirtqa mang'atdi. Albatta, hayratlik qizil Yamaha har daqiqa uning yeniga chillab turardi. Gulbog'dan sho'rvoqgacha, Gulbog'dan to'sanliqgacha, Gulbog'dan Laskoygacha, Gulbog'dan Yo'rin qochgacha 4 yo'lni besib o'tish uning uchun aytqusiz huzur edi. Manman degan to'miqi qirloqliqni o'chila, o'zini hech kimga tan qilmaydigan boyxo'jamlar, o'sin jamoli ayni xijilqudek go'zallar uningga ishtiyoq bilan qarab qoladi. Ba'zilar havas qilsa, ba'zilar hasad qiladi. Texe zo'qmanlik nazarda tikilib qadildiganlarmi bor edi. Shu turqida bir necha yil elib, yip-yenik bo'lib qolgan Qadirdan Yamahani haydab cho'ng yo'lga chiqdi. Shahar ichida hammasi aniq ko'rib olsin degandek salqin haydaydi. Ammo shahardan chiqib olgandan keyin shamolni uningga yetishmaydi. Qadirdan motosikletni haydab choyxona maktab oldiga kelishi. Qiziq darvoza tarafdan ko'm soqchi motosikletni mingan bir soqchi bola chiqib keldi. Qadirdan uningga qarab varqirabdi. "Hey, Mehmetjon! Oy, Qadirdan!" İkkalisi motosikletlardan tushib quchoqlashib ketdi. Ham bir-birining do'lillariga mo'shlab, "Samirib qopsan, o'riqlab egizlab ketibsan" degandek bir-birining sin-sifatiga baho berishib, Mehmetjonni o'rdakka, Qadirdanni zirafiga o'xshatib birdan kulishmak qilishdi. Ular o'ttir maktabdagi savodashlar bo'lib, muallim Qadirdanning qo'liqini yerib etib, qon saqib tushganda qo'rqib ketgan Mehmetjon ishtinig'i siyvetgan edi. "Pah, pah, pah!" dedi Qadirdan Mehmetjonning soqchi formasiga qarab. "Qals yarishibdi juma. O'rdakdek samirib qolganing bilan seykan chiroyli kuydasin. Ey, necha yillardan beri nalada yurding?" Mehmetjon egiz Qadirdanga bo'yinbop qaradi. "Sen to'g'riliq xilma-xil gaplar chiqib ketdi juma. Ba'zida O'rta Osiyo, ba'zida Janubiy, Sharqiy Jungolarda perqirab oyilib yurdim shu." Qadirdan kulib qo'ydi. "Mehmetjon, seni bilan bir partada o'tirdigan eliqi davomliq mix, vinta, temir tezaklarni popkisiga selib oldigan izhor hozir nada?" "U Yo'rinqosh daryo ko'riki bo'yidagi yangi bozorda cho'ng remontchilik do'kon ochib oldi." Mehmetjon tamak sungan edi. Qadirdan chekmayman deb olmadi. "O, yuk mashinasi, avtobus, motosiklet, traktor, ishqilib motorlik narsaning hammasini remont qildi. Dilqut xazinasi. U o'z kasbini oxir tepibdi-da." "Nega maqatdi?" Mehmetjon hayratlik motosikletga qarab ich tortdi. Bu buldingning o'zi ekan juma. Necha olding?" "17 mingga." Kasofatning pulini bir yerda bor ekan-a. Mana sen yangi bozorga berib, izhorni bir yo'qlab qo'yay. Mehmetjon, hech o'ylay bag'ina? Sen bu bor, uyimiz burungi sepil ko'ksida." Qadirdan qizil duldulni ko'rdi. Birdan bila Yo'rinqosh daryo ko'riki bo'yidagi yangi bozorga yetib keldi. O yo'lning ikki chetidagi oshxona, navoiyxona, magazin, bodkalarning viviskilariga qarab menib, birdilla izhor mashina remont qilish, saplash, qorashtirish universal do'koni degan viviskini ko'rib qoldi. O motosikletni ko'rib do'kon oldiga berishi. Bir necha shogirdlar bilan bir motorni chuvayotgan izhor hayratlik Yamahani ko'rib, zo'qmanlik nazarini tikdi. Motosikletga qarab, egisiga qarashga cho'lang tagnamdi nima? Qadirdanning so'zidan cho'chib qolgan izhor Qadirdanga tikilib qoldi-da.
bir chog'dala o'rnidan sakrab turib ketdi. Voy. Mau kesayni. Izharning ish kiyimlari, qo'llari may bo'g'ashqa quchoqlayolmadi. Ey, qachonlardan paydo bo'lib qolding? Yura. Do'kon kirli. Bu yer sizning gapsiz. Izhar do'konga kirib, chelakdagi benzinda qo'llaridagi mayni tozalab chiqarayotgandan keyin so'pindab yuyib, qo'liga lo'ngini oldi. Ey, qo'shqin qandaq? Bu atrofda oshxonadan to'la nima yo'q. Bir nima yegash paranglashali. Qanaqa deysan? Meni qo'shqin to'q. Shahardan tomoq yeb chiqqan. Amsa, sovuq ichimlik ish. Do'konda choy yo'q. Izhar ishkapdan 2 quti sovuq ichimlik elib, birini vakkida ochdi. Qadrdonga tutqizdi. Ular 2 o'rindiqni ro'baro qo'yib, bir-biriga qarab o'tirishdi va tamni kulib ketishdi. Ey, bu yana qandoq deb kelding? Mehmetcan bilan uchrashib qoldi. Shu deb berdi. Mehmetcan burunmi? Burunligini nimasi? Burunning furashizm o'tkir. Her qanday jinoiy ishlarni osonlab bilib olg'achqa, soqchilar uni burun deydi-ku. Bundoq degan. Uningdan hazar aylasak bo'g'di-ku. Qo'rqinching bormi nima? Mening ham qo'rqinchim bo'lsa. Qadrdon ifodasizda kulib qo'ydi. Ledin chiqma, xondan qo'rqma degan gap bor-ku. Ansak seni ishkiri o'lkalarda elliqini sotib deydi-ku. Eliqi degan nima? Qadrdon sagaklashdi. Tushunmaydigan gaplarni qilsang-ku. To'liq xubsalik qilma. Axtamoqchi. Chaqchaq qilmasang-chi. Men degan Guangzhouda raqchilik, Shanxay, Beyjinglarda dollarchilik qildi. Ba'zida oshxona, restoranlarda qo'rmichi bo'ldim. Amsa Idris Modon shundoq tapadi-ku. Mening anglashimcha, u atkazchilarning xiroyinlarini yo'tkishib beribdimish. Bu rasmi yozilma. Bu men anglagan gap. Qadrdon ochiqida Xolmat qorining atkazchilik hikoyasini dafsog'ili tasdiq qildi. U xotanda ehtiyot qilmasa zodi bo'lmaydiganligini his qildi. Idris Modon aslida bir yanchiqchiga so'radi Izhar. U nima bo'lib Shanxay shahrida oshxona ochib qoldi-ku? Kim shundoq deydi? Bir yil oldida o'zi kaptika, o'z o'zi bilan deb berdi. Qadrdon ichida Idris oxir deganni qildi deb o'ylab qoldi. Chunki u Beyjingda chog'da Qadrdonga men Shanxayda oshxona ochmoqchi. Seni qo'rumchilik taklif qilsam boramsan degan edi. Lekin Qadrdon bu yonchiqchi bilan azaldan kelishni gashga qat'iy rad qilib uni g'olidi. Yana bir tarafdan umri xalqni qoqti-so'qti qilib, qoqishib o'tgan bir o'g'ri yonchiqchining Shanxayda cho'ng shaharda oshxona etishiga ishonmagan edi. Uningga ketadigan necha 100 minglab dasmoyi bu yoqda tursin. Oshxona bo'g'idek bir o'rinning yillik ijara haqqimi million so'mga boradi. Adnasi oshxona etish rasmiyatlarini hal qilishning o'zi mushkul bir o'tgan edi. Qadrdon Guangzhouda raqchilik qilayotgan chog'larda bir mezgil Shanxayda dollarchilik qilib qamlashtiramay hamma dasmoyisidan ayrilib qolgan edi. U jon beqish uchunla Anxuy o'lkasining Bingbu shahriga berib 2 oyda bir Uyg'ur ustaning oshxonasida so'yg'uvchi bo'lib jinini boqqanligi ras. Demisimi Bingbuda Uyg'ur o'quvchilari xelili ko'p edi. Ne bo'ldi senga? Idris Modonning gapini chiqib edi. Uning ichim tushib ketdi.
dedi izhar qadrdonni turdi. Uni bilan bir nima deyishib qo'yqamagansa? Ay aqay, hech ishongim kelmayotdi. Qadrdon masxarlik ko'rdi. Shanxay dahshatli katta shahar. U yerda Idris Modondek yonchiqchining oshxona etishi mumkin emas. Bundolarni etib qolsa tan. Buni bir xazinasi. To'g'ri. Shanxayga yaqin bir shahar deganda qilib edi. Ma'qulamsa adash. Kashim bo'lib qopti. Qadrdon o'rnidan turdi. Mana ya. Vaqting esa biz taraflarga o'tgan. Bo'ladi. Sen mi kel? Go'ng'ir mo'ndish emas. Qizil duldul shaharga qarab ushqandek yurib ketdi. Qadrdon kech tamoqqa ota-onasining yana gap echib qolishdan ansirab, bozorda tamoq yeb uyga kirdi. Xayrigul lag'man etgan Selib akraymo deb edi. U og'inlarimning uyiga borgan. Shular zo'rlab berib, jiqaroq yeb saptiman dedi-da. Ujursiga kirib ketdi. Atsi atigan, ular atiganlik nashtani jimjit yeyishdi. Hech kim hech nima deyishmadi. Nashtadan keyin Abbos noylik partikomiga, Xayrigul maktabiga ketdi. Qadrdon ularga qarab chin ko'ngildan suyundi. Ularning haqiqatan xizmatning boshqa g'ami yo'q. Dadisi hukumatning topshirgan vazifalarini yaxshi o'rinlasa, partiya xalqqa sodiq chaqar bo'lsa, o'zini eng xo'shal va baxtli hisoblaydi. Onasi Xayrigulmi bosh ko'tarmay dars tayyorlasa, topshiriq tekshirsa, bolalarga dars o'tsa, o'zini shunchalik sharafli his qiladi. Minut, daqiq sari chochlarining oqirayotganligi, ko'z go'harlarining moningishayotganligi, tishlarining sarg'ayib, ballarining mukchayotganligi bilan hargiz hisoblashmaydi. Uning xo'shalligi qaysidir o'quvchining oliy maktabga o'tganligi, yozuvchi, shoir, qo'shiqchi bo'lganligi, yana qaysidir bir o'quvchisining kashfiyotining olqishga erishganligi qatorliqlar. Hargiz bir pulim ikki bo'lishganini o'ylamaydi. Nima degan samimiy odamlar, ha? Xuddi zavodda bir qilibdan qo'yilib chiqqan mashinalarga o'xshaydi. Mana Ajsimo doktor. Enisi Abdurahmon jamoat xavfsizlik nazoratining kadri. Dunyoda baxtli odamlar bor desa, shulan desa bo'ladi. Turmush maishati eshib-teshib ketmasin. Ko'ngli amin yashaydi. Xumar tutsa qanday qilami? Pulim tugab ketsa kimdan olami? Soqchilarning qo'liga tushib qolsam, nima kunlarni ko'rarman degandek dakudikka qo'rqinch, vahim ichida yashamaydi. Ko'ngli oz yeb, oson tarar degan gapni ajabni to'g'ri debdiki. Qadrdon o'kinish, pushaymon mujassamlangan xiyollar ichida uzib etib, birdilla tomdagi mixti sangilib turgan oshqushga ko'zi tushib qoldi. Bu tashkilot bo'limi bo'jongi Abbosga partikom tarafidan berilgan mashinaning oshquchi edi. Bu mashinani sho'pirdan boshqa Abbos bo'jong o'zini haydayalaydi. Shunga oshqushning biri Abbos turadi. Ba'zida sho'pirning muhim ishi chiqib qolganda Abbos o'zi haydab asos qatlam xizmatlarga ketaveradi. Qadrdonning ko'z oldiga sevitda ishlangan meg'iz ranglik ladosi keldi. O mashina haydab boqmaganig'imi necha yillar bo'lib ketibdi. Uning birdilla mashina haydab beqish havis qo'zg'aldi. O'rnidan turdi-da, oshqushni elib chiqib ketdi. Qadrdon Noylik partkomning mashina qo'yish sinut maydoniga kelib, jep mashinani topdi. O atrofga bir qarab etib, hech kim ko'rinmagandan keyin kabinkaga kirib o't oldirdi. Jep hech qanday to'sqinsiz darvozadan chiqib ketdi. Qadrdon hargiz unutib qolmabdi. U xud turmuz, may berish zapchaslarini besib, baxudik haydab ketayotdi. Xo'shallik,
hayajon ilkida ruhlanib ketgan Qadirdan birdan ayırdurum yo'li, birdan bog'chi yo'llariga haydab, bir chog'da orqaga qaytmoqchi bo'lib mashinani aylantirayotganda, tuyuqsizda bir ko'chatga kirib ketib, mashinaning bir chirig'i sunib, bir qancha yerlari jijilib zaxmlandi. Angacha Qadirdan mashinani orqacha haydab yo'lga chiqib turishi, bir qeyri Hanzo varqirg'incha yugurib yetib keldi. "Ey! Bu taxtadagi xatni ko'mdingmi?" Hanzo qarg'i bekitilgan taxtini ko'rsatdi. "Qarg'ima! Ikki ko'chat sunibdi. Bir narxini egib etibsa." Qadirdan taxtadagi xatga qarab, mashinaning shaharlik qurilish idorasi ko'chat yetishtirish maydoniga kirib ketganligini bildi. Bu asnoda Qeyri Hanzo mashinaning nomeriga, kabinki eshigiga besilgan xatga qarab Qadirdonga tikildi. "Ay, bu noylik partikomning mashinasi ekan-ku. Sen u yerning kadrimi?" "Yo'q. Bu dadamning mashinasi. Haydab chiqqan." "Dadam kim o?" "Abbas. Tashkilot bilimi boshlig'i. Shundaqmi?" "Shundaq." "O'ldi. Boshqa ishlarni yuqoriga ma'lum qilmay, tuzum bo'yicha 2 ko'chatga 200 so'm to'lab, mashinani darhol olib ket. Buzilgan yerni men o'ylab qo'yay." "Rahmat sizga." Qadirdan mashinani joyiga akirib qo'yishdan qo'rqib, yangi bozordagi Izhorning remontxonasiga apadi. Mashinaning bir chirig'i chaqilib, bir qancha yerlari jijilib va tukilib ketganligini ko'rgan Izhor nima bo'lganligini so'ragan edi. Qadirdan bo'lgan ishni so'zlab berdi. "Bunaqa chiroq solma. Hammani ajratib, tukilgan yerlarini o'rshab, o'z ringini tanshab turkayma. Atibga to'landa," dedi Izhor. "Bu xilil qo'ltuqdi. Ey, bu degan tashkilot bilimining mashinasi. Bugun kechgacha akirib qo'ymasam." Qadirdan xilili cho'chigandek qiladi. "Partikomning ichida mashina yutdi deb o'rto'pi bo'lishib ketishdi. Unda degan bilan bu xilili qo'ltuqdigan ish. Mashina rengi bilan o'xshash rang tanishishning o'zida oson emas bo'lsa. Ben sana deganimni beray. Kechgacha mashinani joyiga olib qo'yishini kafolatlik qildimi?" "Amsa mushiga to'ntir-a? Men talab qilgan narsani bermasan, sen bilan hurpur jo'shib qilmoqchimi?" Mashina ishchi xizmatchilar ishdan tushmaydi bitdi. Qadirdan bundan bakmi xo'sh bo'ldi. Uning ustiga so'ngan chiroq tepi, jijilgan, tukilgan yerlar chanmog'idek yasalgan edi. Ammo Izhor kutmaganda ishaqi uchun oq tomoq talab qildi. Qadirdan chekchayginicha uning ko'zlariga qarab qanchalik turib ketganligini o'zi bilmay qoldi. Lekin Izhor hech ish bo'lmagandek bahramon uning qarab turardi. "Nim bo'ldi? Men olamda yo'q talabni qo'ymagandim-a?" dedi Izhor hech tamtirmay. "Bizni bilmaydi dema. Nima ishlarni qilib yurgan ekan? Ota-onangni qarzga bo'g'ayotganing hammaga ayon. Sen cheksang yo'lliq. Biz cheksak mutahamlikmi? Aql chiqara." Qadirdan mayda yonchug'idan 1 gramlik suliyov xotidan birini chiqarib berishi. Izhor uni qo'liga olib bir hazo qarab turdi. Zahardek och chiqib keldi. "Ay Qadirdan, seni shahar ko'rgan, erim ishlarini biladi desak, bizni bu dert o'xshamamsa?" Izhor dimiqini qoqdi. "Bu 1 gramlik nemang bizning Xotan diyorimizda 200 so'm degani. Mening salgan zapchas, yasagan ish haqqimning o'zida 600 so'm bo'ldi. Ishonmasang, har qanday remontchiga olib ko'rsatib boq." 600 so'm? Qadirdan
izharning tunininki do'stlik, savodashlik xushxuy chiroyini hech ko'ranmadi. Ey, o'sha kichikkin ish qilma. Amsa, mashinani qo'yib kel. Viloyat hukumat qarmog'idagi cho'ng remontxonaga baholtib boqayli. Shular nima desa, men ma'qulday. Voy. Bo'ldilar. Yana nima demoqchi? Qadrdon uning alpozidan seskandi. Qani deydi? Yana nima olmoqchisan? Ha. Yana bir bo'liqda. Qadrdon izhorning engiga qarasini selib, "Palon nimamni ol" demoqchi edi. Yanala savodashlikning yuzini qilib, 1 gramlik xaltidan yana birini berdi. Izhorga xo'shmi demay, mashinani haydab ketib qoldi. Zihniyatli o'qirmanlarimizning muborak xotirasida bo'lsa kerak. Jinoiy ishlar soqchi atratining boshlig'i Abdupis heroin chekkichi va sotquchilarni tutishga, so'lashga to'limi yerismi. U intayin savobli ish edi. Biroq u yig'ilgan heroinlarni ko'ri oshnasi O'snarixonga o'tkazib berib, oradan nurg'un pul topgan edi. Mana bu o'g'irni qaroqchi urdi degan shu. Ammo uning o'rin bosari Qudrat Kamal har qitim yig'ilingan heroinlarning zodi nega ketayotganligini bilmay hayron bo'ladi. Bo'libmi 26-iyun zahar tashlash kuni yig'ilgan shuncha ko'p heroinlar Obligasning ishkabiga kirib ketib, mangu g'oyib bo'ladi. Qudrat Kamal bir necha qatim iz derikini qildi. Lekin u hojatxonaga tashlavatdim, o'stanga eqitivatdim deb tugatdi. Albatta, yig'ilingan bundoq atkas mollarni xalqqa ibrat qilish uchun ochiq-oshkora ko'ydirish kerak edi. Bu sirliq ishlar kallasidan o'tmagan Qudrat Kamal har doim tangirqosh ichida Abdupisga diqqat qilib kelyotdi. Biroq heroindan kelayotgan ajoyib, semiz lo'q go'shtlar lazzatli ketib ketdimi qandoq? Abdupis qaynoq bozorlarga berib, heroin chekkichi va sotquchilarni paketi bilan tutalsa mukofotlanganligini jakarladi. O qo'lga tushirgan heroinning oz ko'pligiga qarab mukofot puli berdiganligi. Agar tijoratchi, kasb, hunarvalla xizmat ko'rsatsa, ko'rsatgan xizmatining oz ko'pligiga qarab 1 oylik, 1 fasllik, hatto 1 yillik boj kechirim qilindi deb borganli yerda so'zladi. Bu Abdupisning o'z oldiga chiqarib olgan qoidalari edi. Boj idoralarining xavri yo'q edi. Hunar yaxshi oqsin yoki bozor kasod bo'lsin, har oyda elinayotgan bojdan jeni joq to'lgan izhor 2 bo'liq heroindan aytqusiz xo'shal bo'lib ketdi. U ko'nglida 1 fasllik bojni ko'tarib yetarmi? Agar 1 yillik bojni ko'tarib etsa, texmi yaxshi bo'ladi deb inchki hisob qilyotdi. Hayhat. Bu ay bu kunlarda do'st, birodar, savodosh, xizmatdosh, mungdosh va sirdosh qolmaganmi nima? Qaranglar. Balaliqidan tortib, chegish do'stlik munosabati bor izhorning niyatining yomonligini. To'g'ri. Ba'zilar heroin chekkichilarning adabini ashundoq berish kerak, deyishi to'g'riligi. Ammo izhorning boshdan oxir niyati durust bo'lmadi. O faqat bojdan qutulish uchun do'stini sassi bo'lamdi. Uningdan boshqa nasihat, ochiqlash, tillash, hatto ochiqida bir necha qachat ursimi bo'ladi. Shuningdan natija bo'lmasa, tegishli o'rinlarga aytib adabini bersa, bu albatta ishning yo'lida. Darvaqa, mashina vaqasi bo'lib 2-chi kuni kechda Abdupis boshliq bir muncha soqchilar Abbos Xo'janing uyiga bostirib kirib, qadrdonning qo'liga ko'yzi soldi. Kechki tomoq yeyotgan Abbos, Xayrgul, Gulnur va uning eri Sobitlar hayronlik ilkida turib qolishdi. Qadrdon jinoiy ishlar soqchi atratining to'miri shadolar bilan to'silgan ayrim gunduxonasi solandi. U kechichi uxlamay xiyol qilgan bo'lsa-mu, o'zining nima vajidan to'yiqsiz qamalganlik sababini uqqanmadi. O, Göndoxondagi taxtay suki ustiga selingan palozda tizlarini quchoqlab o'tiradi. Ishlarning tarang-turang yepilishi,
zanjirlarning sharaq-shuruq silinishi, eshik, deriza, temir salasullarning navbatchi xodimning etayotganligidan derak beradi. Gündoxonning chivin puqidan olishpor bo'lib ketgan chirig'i go'nggo yurib turadi. Ishning sharaqlab echilishidan qadrdon cho'chib qaradi. Gündoxoniga o'ruq, ammo egiz gavdisi sal engishgan qiyri soqchi kirib keldi. O 7 yil ilgari qadrdon Husnarixonning ziyonkashligi bilan birinchi qatim tutilganda yaxshilik qilgan yashang'in soqchi Tudoji edi. Voy, seni tefeci bama? Qadrdonning chiroyi villidi ichildi. Men tehi sizni pensiyaga chiqib ketdimikin deb o'ylagan. Bu yil chiqima. Yani kirib qoldingmi bola? Tudoji 5-chi ayqadi. Mush kunda bu og'iniga ishongan bormi? Oy, nima bo'ldi Tudojika? Tudoji izhorning 2 bo'liq xiroyinni ko'tirib kelib, qadrdonni pash qilganligi. Shundaqla avli bizni 1 yillik bojni ko'tirib yetishga xat qilib berayin deb qistig'anligini so'zlab berdi. Boj? Nima boj u? Sen uqmaysan bola. Abdupes bozor orlab yurib, xiroyin chekkuchi va sotquchilarni pash qilsa mukofot berildiganligi. Agar kasib, hunarmand, tijoratchilar bo'lsa, qo'lga tushirgan yoki pash qilgan xiroyinning oz ko'pligiga qarab, boj kechirim qilmaganligi haqida tashviq etadi. Esli, bunda qishganda. Bala, mana ishinamsa, sizga albatta ishinaman. Ha, balli. Ondaqda Tudoji qadrdonning murisiga qo'lni qo'ydi. Men seningdan ba'zi ishlarni so'rayman. Rost gap qilsimi? Yolg'on gapning keyin hudisdan chiqilib bo'lmaydi. Ma'qul. Sening haliqi Azozil qiynaning Husnarixon sadi nemish qilgan ayoli? Oy, buni so'rab qoldingizmi? Qiynaning sadi nemish qilganligini deb bagini? Oshxonachida boshqa g'ayri ishlar yo'qmi? O ko'rinishda qadrdon past ovozda pichirladi. Oshxona amaliyotda cho'ng qizi Axtarnisa Guangzhoudan avatgan xiroyinlarni parcha to'p sotadi. Mundaq degan. O qiz hozirmi Guangzhoudami? Yo'q. Bu tor Guangzhouda etildi. U degan eng cho'ng xiroyin atkazchisi. Etildi dedimi? Tova. Mushundoq bir xotun nima uchun boshliqimiz Abdupesni izlab kelganda? Husnarixon bu yerda boshliqni izlagani bilan boshliq Urumchiga bordimi? Husnarixon jannat ne'matlari oshxonasiga berib, Husnarixon izlaydi. Rostmi? Abdupes har qatim Urumchiga borganda Husnarixon bilan ishkarki mehmonxonaning eshigini taqib qo'yib, uzun maxfiy suhbatda bo'ladi. Bu ishlar shu chog'larda qadrdon uchun bir sir bo'lib qolgan edi. Balli. Endi esingga baq. Ular zodi nima deyishganda? Uni bilmayman. Ammo bir qatam men eshik orqasida tursam, Abdupesning uydan chiqqancha bunchilik bo'ladi deb o'ylamabdi ekanman. Bu qatam yig'ilganni o'zim akilib beraman degan gapini anglab qoldim. Bo'ladi bola. Seni at so'ra qiladi. Bu Tudoji nimadir demoqchi bo'lib yo'tiverdi. Bu endi izhor bilan ishga o'tirsiz kishiga yoki uchinchi bir kishi bormidi? Ya yo'q. Yaxshi. Tegil yaxshi.
Ondaqda sen aqlliq bola. Nima deyishingni o'zing bilasan. Uqdim. Rahmat Tudajika. Tudaji yengishib chiqqanicha temir eshikka qulub soldi. O udul koridordan o'tib, muavin boshliq viviskisi esilgan eshikni ittirib edi. Avvalsizda echadi. Qudrat Kamal oldirib yetib keldi. Qandoqqa? Sizlar avliyodek paraz qilgan ekanlar. Rost shundoqqa. Qudrat Kamal o'ng mushtumini so'l olqiniga qassidi urdi. Avlipesning ishlariga muavin boshliq Qudrat Kamal xelidan beri diqqat qilib kelyotdi. Bo'libmi, Avlipesning aqliga sig'maydigan tuzum qoidalar bilan soqchilarning normal xizmat tartibini bo'g'ib, ularni riskangizga elib qo'yishi hammani bezor qilayotgan edi. Xuddi ko'taranmasang sangultuva degandek, yillardan beri yig'ilib olingan xiroillarning o'z oyog'idan yo'qib ketishi Qudrat Kamalning emas, boshqalarni gumonga sep qo'ygan edi. Ammo gumon degan baribir gumon. Paket bu boshqa gapdir. Necha kun izlab uyqusini harom qilgan bu ish oxiri Qudrat Kamalning ko'zini ochdi. Uning diqqat nazari O'snarixonga markazlashgan edi. Shunga u bu qatim Tudajini ishga solib, qadrdondan Azazul Besham xotinning o'chqini matlab, har holda kul orsidan ozg'ini cho'g' topa oldi. Bu chaqcha uning qo'lida tutqudek sapoq yo'q edi. Endi yuqorgi dokladni oldi orqamizga qarama yozamiz, dedi Qudrat Kamal g'alvisidan hayajonlanib. Qadrdon o'zining so'roq qilinganligini uqdimi? Deb qo'ydi. Yaxshi. Men so'roqqa qatnashmay, yuqorgi doklad yozaman. Yillardan buyon yo'qolgan xiroillarning miqdor sonini uqsila, rahbarlik cho'qim bu ishga alohida ko'ngil bo'ladi. Qani, Avlipes. Endi yo'g'onlik qilganini men bir ko'ray. Atigan Avlipes ishxonasida qadrdonni so'roq qilish planini tuzib o'tiradi. Qadrdonning savoldishi soqchi Mehmetjon kirib keldi. O boshliqning uduliga kelib salom berdi. Ondan Avlipesning egiz, qomatlik gavdasiga maydisdan tortib kindigigacha takshi yo'g'inigan qo'rsqiga sattin bosgan qarmutuq semiz yuziga qarab, bu badayni hech kim 53 yoshga kirdi demaydi. Tekidek shosh o'tirg'inni ko'mandigan deganni ko'ngildan o'tkazdi. Qani o'tira, dedi Avlipes mopuzluq arboblar pardasida gelini qirib qo'yib. Atigandalik kirib, salom berish odating ajab yaxshi-da seni. Men o'tirmay boshliq. Bir ishni doklad qilay deb kirib edim. Qani dava. Qadrdonning 17 ming so'mlik Yamaha motosikletini musodir qilsaq deb kirib edim. Akşam aniq o'ylab turgan motosiklet shumi? Naq shu. Sizmi diqqat qilibsiz-da? Men taqa uni kuyovli Sobit doktorga o'xshaydi deb o'ylabdim. Yo'qsa, qadrdon uni Guangzhouga ketdi. Menimcha, xiroin sotgan pulga olgan zamon bo'lishi mumkin. Mumkin emas. Avlipes ustaliga paqqidi o'di. Muqarrar degan. Shundoq, muqarrar. Soqchilardan ishkini boshlab berib, darhol etkilinglar. Hop. Mehmetjon qayta salom berib chiqib ketdi. O cho'ng ishxonaga kirib, boshliqdan buyruq, qadrdonning motosikletini musodara qilg'ili boramiz dedi. Ikki soqchi bilan 3 choqliq motosikletga o'tirib yurib ketdi. Ular Abbos Buyjan bilan Xayrigul ishqimingizga ulgurib yetib bordi. Ikki soqchi ushqandek kirib, o'yidagi Yamahani yetlab chiqdi. Sizlar ketaveringlar, dedi Mehmetjon ikki soqchi bolaga. Bu motosikletni boshliqning oldiga o'zim opiraman.
Saqchilar ketib qoldi. Vujudini vahima, ansizlik egilib olgan Abbos bilan Xayrigul chiroyi o'ngan holda Mehmetjonga qarab turardi. O'g'li bilan birga o'ynab, tammi cho'ng bo'lgan Mehmetjonning saqchilik salohiyati bilan o'ylisidan musodara degan qalpoq bilan motosikletni so'rab chiqishi Abbos Bujang bilan Xayrigulga qavatli xor keldi. Ammo kichik turibla beg'ida qo'rilib qolgan Mehmetjon bundoq ishlarning qanchasidan xuddi paypoqning yipini sug'urgandek to'ydirmay sug'urilib chiqqan qog'dalmalardan edi. Abbos Bujang, Xayrigulacha, men bilan og'irmanglar. Mehmetjon hijirlik tonini kiygan edi. Men oldinlarga yuzimni dastiganda qilib keldim. Boshliqimiz bu motosikletni Xroin satqan pulga olgan zangmal darhol musodir qilinglar deb buyruq qilgachqa men faqat vazifa o'rinladi. Kerak yo'q. Abbos Mehmetjonga madad berdi. Saqchilik burchini ado qilmasang bo'lamdi. U degan buyruqda. Qadrdonni tutishga biror asosinglar bormi yo'q? Dedi Xayrigul ochiqi bilan. O bir yillarimi pakit yo'qlar tutib ketgan talla. U yillari men saqchi emasdim. Onu bilmaydi ekanman. Biroq bu qatim Abdupes atrot boshlig'ining deyishicha to'liq asosga o'xshaydi. To'liq asos? Abbosning ko'zlari cho'ng ichadi. Unda qarashda izhor degan remotchi og'inisiga mashinasini remot qildirib, ish haqi uchun 2 bo'liq xroin beribdi. U bola o'zi kelib pash qildi. Mana. O'qishmaslik bo'pti. Abbosda ishonch paydo bo'ldi. Qadrdonning mashinasi bo'lmasa, u nədiki mashinani remot qildirdi? Pash qiluvchi izhorni deyishcha, u Noilif partikum tashkilot bo'limining mashinasiga. Bizning bo'limdan? Shundoq. Bir yerga urilgan chig'i bir chirig'ini salib, pukilgan yerlarini o'nglab qaytadan sarpurkibdi. Qara bu shunday. Abbos ochiqida to'lg'inib ketdi. Xayrigulning chiroyi qo'ziqi so'yilingan daraxt g'o'lidek oqirib, qalpuklar titrdi. Ular Mehmetjonning orqasidan qarab qolgan mush paytda Abdupes kotib qiz bilan birlikda qadrdonni so'roq qilib o'tadi. Ey, moddiy paket, odam paketi emas tursa, yana joylik qilsa? Varqirdi Abdupes. Agar mo'shundoqli joylik maydonida tursa, qonun rahim qilmaydi. Eta, izhorga 2 bo'liq beribsa, ya'ni kimlarga xroin sotgan? Sizga necha qatim deyman? Qadrdonmi varqiradi. Men izhorga xroin damidim. Remot taqish uchun pul berdim. Meni ulardan yuzlashtiringlar. Abdupes üsteldeki konumkini 2 qatim besishi. Bir saqchi guvohchini elib keldi. Izhor qadrdonga qarayanmay, bo'ynini qisqinicha yer beqib turardi. Yaqinroq kela. Varqirdi Abdupes. Hey, texmi yaqinroq kelmamsan? Ma'lum tundingmi? Tundim. O degan qadrdon. Gapla. Xroinni sana kim bergan? Shu. Nima ish qilgan? Mashinasini remont qilib bergan. Endi nima deysa? Abdupes qadrdonga tikildi. Yavaşlık bilen topshir. Ey izhor, sen azaldan gachimishib gap qilmayding.
Acaba bugün gachi bo'lib qolsan ha? Dedi Qadirdan qahri bilan. Uning ustiga baziyakdek titrab o'tirsa. Nima qarang? Manga qilmagan mushu tuhmatim qildi lan. Qadirdan uni bir rasvo qilish o'yiga keldi. O'qiyotgan vaqtimizda yolqinning qalami yutib ketsa meni o'g'ir tutding. Aslida o qalamni qulog'ning pirikiga qistirib o'tgansan ha? Muallim aqtirganda pushqindan tushdi. Bu yolg'on emas-ku. Katib qiz pusuqqida kulayotgan edi. Avlopes darhol uningga xo'maydi. Sen odamni to'la urali qilma. Qalam deganni ashag'im qistirg'il bo'lamda. To'g'ri, bo'lmaydi. Lekin sen qistirgan. Nima qilsa? Avlopes ustalni paqqida urdi. Nima deyishsa? Bilib qo'yish. Bu ya jinoiy ishlar soxta turtning so'roqxonasi. Nakas. Dansa demamsa. Nima deyman? Bugun kutilmay men tuhmat qilsa. Bu izhor gapini boshlab bo'yicha Qadirdan uni qiqillatdi. To'g'ri. Sen soqchi boshlig'iga xiroyni jiq yig'ib bersak, u boyni ko'tarib o'tadigan dedi. Men bojirish degan davlatning cho'ng turi tursa desam, sen soqchi boshlig'i bu ishni o'zi to'g'rilab berdi dedi. Men shuncha ko'p xiroyni yig'ib, soqchi nima qiladigan desam, Urumchiga xiroyn atkachisi O'smarixonni sotadigan dedingmi? Buningmi? Kelmayapsan? Ay. To'xta o'zbaq. Avlopes yugurib kelgancha Qadirdanni bir qachat silvatdi. Bu yerga nimaga qolaymikan deb qilsa? Qo'ychi, soqchi odam bo'lsa, tig'isi bo'laman. Qadirdan javvidagi qonni yangi yusuvdi. Meni nima bo'lsa, anamning, ochangning, xo'jamning haqqi bormi? Qadirdan ushqandek eshik tugib bordi. Bar ovoz bilan koridorga qarab baqirdi. Odam bobo! Hamma vakilini ben mas'ul bosh qilaman. Avlopes degan xiroyn atkachisining mas'ulisini bosh qilaman. Kelinglar! Tez kelinglar! Avlopes bir baloyi ofatning eg'izini echib qo'yganligiga ming to'g'ri qilib, Qadirdanni orqadan quchoqlab so'rgancha so'riq o'rindig'iga o'tirdi. Angacha ishko'yga soqchilar yig'ilib ketishdi. Hatto so'riqxonaga Qudrat Kamal kirib keldi. O bayatning bo'lingan gaplarni yo'shurun anglagan edi. Avlopes uni ko'rib, chiroyi g'alati ko'rishib, nima deb nima qo'yishni bilmay qoldi. Tova, bu ajab asabiy nima? Avlopes asrab turadi. Og'ziga kelgani jo'yib. Jo'ylasimi obdan jo'ylaydi-ku. Jo'ylayver. Men bir anlab boqay. Men jo'yladimmi yoki senmi? O'smarixonning gapi chiqsa, ajab ishlanishib ketding-a? Qadirdan to'qimning qarniga olgan edi. Meni bilmaydi dema. Men degan O'smarixonning kuyi o'g'li. Siz ayning eri. Sen bilan O'smarixonning mehmonxona ichida o'tkazgan suhbatlaringning hammasi mening xotiramda bor. Uqdingmi? Bu saran bo'pti. Avlopes katib qizga qarab satli hijaydi. Tova. Buni qari choplayotganmi? Men sana qari choplabmanmi? Amsa har yil yig'ilgan xiroylarni bir qatim ko'ydirib baqdingmi?
Yo'qini topshirdingmi? Og'zini yum, itlar! Hay, Abdupes. Onu tosma. O saqchilar eg'izdan chiqara olmayotgan gapni deyotadi. Siz uni mas'ul pashqa degan ekansiz. So'zni qilib qo'ying. Ey, Abdupes. Yo'g'on qo'shiq cho'shqa. Meni iflosligimga to'g'izman seni. Qudrat Kamolning so'zlari qadrdonda yurak paydo qilgan edi. Agar men bilgan ishlarni viloyatlik partikon intizom tekshirish ishxonasi deydigan bo'lsam, u chog'da seni o'z marixangni sotgan xiroylar uchun 10 qatim e'tirofni ozlik qiladi. Bu la'nat takrorni ekib ketdilar. Qadrdonning orqasida turgan ikki soqchi uni qo'ltiqidan so'rgancha kameraga ilib bordi. Lekin turgan turqi ushqli bo'lib olgan qadrdon men mas'ul pash qilaman, Abdupes degan cho'shqining masalasini pash qilaman deb uzmay varqirmoqda edi. Belqut shirkatida avazlanib, Belqut to'g'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Shinjon xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanini bugun musharga changlatdik. Davomini ertadagi anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Shinjonning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz.